Mana Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zbekiston xalqi bugun 20-dekabr, 21-dekabr 2008-yil biza do'stlarimiz bilan xumbarak pishirishga qaror qildik. Keling. Shunga hozir mana hozirlik ko'rilmoqda. Mana hozir asalgina qilib xamir qildik. Cho'l qilib, hozir shuni birpas mushlab turib qo'yish kerak. Damini olish uchun. Biz ko'rdingiz, xamirni ham damini oldiramiz. Xullas, bu narsalar YouTube'ga chiqmasa bo'lgani. Qo'yib yuboramiz. Xamir tayyor. Birpas tursa mana xamircha. Dotdim. Mana endi hozir tuxum chaqishni boshlaymiz. Bizga hozir 12 tadan ko'p tuxum kerak. Chunki biza 5 ta odam. Shunga hozir kattaroq narsa qidirmoqdaman. Bilmayman nima olishni. Hozir topamiz. Mana. Deb kattamas. O'sha bo'larmidi? Qancha bo'ladi o'sha? Mana. Bunga armiyaga ovqat qolganda yo'q qoladi. O'zimiz tuxumlardan qo'ymasin. Tuxumlari voy. Nech pul bitadi? 59 pound. 59 ekan. Tuxum degan narsa zo'r narsa. Mana yurimiz Londonga keldik. Qiziq hayot o'zgarib ketadi. Birdaniga. Nasib mana shu yerda Bezod bilan xumbarak chekishgan, beki. Gapir. Xorazmni o'rtog'iga gapirib berasing. Gap bo'ldi. Ko'rsataman, bor. Xudo xohlasa. Toshkentda ham qilamiz, xudo xohlasa. Mana gapiring. Kafkaskiy muzikani eshitib, kerak. zo'r ekan. Toshkentda ham bilarmidingiz? Ha? Toshkentda ham bilarmidingiz? Nimani? Xumbarak qilishni? Qilmasdim, uyda odam bor. Birinchi martami? Bizni debyut. Debyut bu. Ha. Yaxshi. Mana. Olam ekan 15 tadan kam bo'lmasin turdi. Nechta qo'yardingiz? 18 ta qo'ydim, 16 ta qo'ydim. O'zi 24 ta bo'larkan, ikkitasi? Ana, tozasini bosib tashlagan paytda toz. Ko'rdingiz hozirgani? O'sha bor-ku, bosganingizda o'sha joyini ham bir marta bosasiz. Toza bo'ldimi? Birpas ko'rsatasiz.